Bugun dadam bilan intro olamiz. Dadam blogerlar Birkam dunyo kanalida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kimni yaxshi ko'rasiz? Men birinchi Alloh yaxshi ko'raman. Yosh bolalardanchi? Yosh bolalardan o'zimni bolalarimdanmi yo o'pshiymi? O'zingiz bolalaringizdan. O'zim bolalarimdan Robiyani yaxshi ko'rmayman. Osiyoni yaxshi ko'raman. Ya'ni sani yaxshi ko'raman, keyin Muhammad Yusufni yaxshi ko'raman. Yana Yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima? yaxshi ko'rgan ovqatim makaron sho'rvani yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rib yeydigan makaron sho'rva emas, hazillashdim. 5 barmoq yaxshi ko'raman. Siz ko'p kim bilan intro olasiz? Men ko'p hammadan intervyu olaman, bor. Men hammadan intervyu olaman. Yana gapiring, nima gaplashib boradi? Gapiring. Bo'ldimi? Gapsiz qolmadimi? Bo'ldi. Bugungi intervyumiz tamom. Ya'ni Birkam dunyo asoschisi men Muhriddin Ismatillayev bo'laman. Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Instagram kanalimiz _kamdunyo. Siz savollaringiz tugadimi? Ha. Bo'ldi. Xayr. Keyingi safar kimdan intervyu olaylik? Kommentariyalarda yozib ketinglar. Bo'ldi.